Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshi yuribsizlarmi? Hozirgina Oltinko'l tumaniga keldik. Bu yerda stol va stullarni zo'r qilib yasashadi. Fasonlarni tomosha qilinglar. Mana bu fasonni ko'ringlar. Hozir mana shu stol va stullarning narx-navosini ko'rsatamiz. Undan tashqari mana bu yangi chiqqan modadagi stullar. Dahshat, sababi chinordan yasalgan. Demak, do'stlar, mana shu yerdagi jamiki stol va stullarni hozir narxini sizlarga ko'rsatib beramiz. Usta mana bu yerda. Assalomu alaykum, Rustamjon aka. Assalom, charchamayapsizmi? Rahmat. Adres to'liq qanaqa bu? Adres Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ijtimoiyat mahallasi. Zo'r. Azizlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, do'stlar, bittadan like bosib qo'yinglar. Biz esa ma'lumot berishni boshladik. Eng arzoni qaysi? Eng arzonimiz Lisva ishlarimiz donasi 220 ming so'mdan chiqadi. Ketdik ko'ramiz. Listvak, ya'ni urushsi yog'ochi, qattiq yog'ochdan yasalgan. Lesnitsa deyshadi. Mana shu stul. Xo'p, machalkasi qanaqa bu? Machalkasi 9 sm qo'yilgan piramida qilib. Spinkasiga 3 sm machalka qo'yilgan. Juda zo'r. Shunda donasi 200, donasi 220 ming so'mdan chiqadi. Cheklanmagan miqdorda tayyorlab beramiz. Yana bir savol, siz stol va stullarni olib kelib sotmaysiz? O'zimiz ishlab chiqaramiz, birinchi qo'l. Uyda mahalliy ishlab chiqarasizlar. Hozir bu yerda nechtalik? Bu yerda 24 talik. Narxi nech pul? Narxi 7 million so'm chiqadi, komplekt narxi. Hozir mana shu 7 million so'm. 24 talik komplekt. 24 talik 7 million so'm. Xo'p, dastavkalar qanaqa O'zbekistonda? Dastavka Andijon shahri bo'ylab bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holda. Kelishilgan holatda. Bular dastavkani mana bunga choponlarni kiydirib, bir narsalarni qilib jo'natishadi. Xo'p, bizda endi Listvakdan yana qaysi? Listvakda mana shampan svetimiz bor, hozir eng ko'p sotilayotgan svetimiz. Shampan rangida. Xo'p, bu ham 220 ming so'm. Bu ham 220 ming so'm chiqadi. Do'stlar, qaranglar, men obloshkaga 220 ming so'm deb yozib qo'yganman. Ya'ni mana shu stullarning narxi 220 ming so'm. Qancha kerak bo'lsa, ijaraga berish uchun ijaraga berishga ham, magazinga sotishga ham tayyorlab beraveramiz. Juda yaxshi. Qancha turadi mana shu? 12 talik komplekt narxi 3,5 million so'm chiqadi. 3,5 million so'm. Ya'ni xon taxtasi bilan birgalikdagi narxi, xon taxtasi ko'tariladi, oyoqlari pasayadi, shunda xon taxtaning o'rniga ko'rpacha solib o'tirsa bo'ladigan holatga keladi. 3,5 million so'm. Do'stlar, agar kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Shu nomerga telefon qilaverasiz. Nechtalikdan nechtaligicha yasab berasiz? 6 talikdan boshlab bu yog'i tayyorlab berilaveradi. Uyning razmeriga 30 talik, 24 talik. Ba'zilar so'rashadi, 12 talikdan tashqari 14 talik, 16 talik, 20 talik, 24 talik hammasini yasab beradi. Undan tashqari bu yerdagi stol va stullardan tashqari yana rasmlari bor, boshqacha fasonlar. Xo'p, endi azizlar, mana buni ko'ramiz. Oyoqlari simali, ha. Xo'p, fason nomi? Fason nomi Monika 3D deyiladi. 3D deyilishiga sabab mana oyog'ida roverda o'yilgan gullari bor, yog'ochni o'ziga o'yib ishlangan. Naqshlari bor. Ya'ni bu naqshlar yopishtirilmagan. Yopishtirilmagan, yog'ochni o'ziga roverda o'yilgan. Xo'p, buni o'tirg'ichi necha santimetr? Buni o'tirg'ichi 12 santimetr machalka qo'yilgan. Toza yong'oq. Toza yong'oq, 100% yong'oq. Yong'oq yog'ochidan, yong'oq materialdan yasalgan. Mana bu orqa tarafini tomosha qilyapsiz. Orqa tarafda pardaga o'xshatib qo'yilgan. Xo'p, razmeri necha bo'ladi? Razmeri 1,20 ga 3,60. Bu 16 talik komplekt. 16 talik, 12 talik emas. 12 talik emas. Ko'rinishi zo'r. Do'stlar, agar sizlarga mana shunaqalar yoqayotgan bo'lsa, zo'r bo'lsa, like-ni ayamasdan bosinglar. Narxi nech bu? Narxi aka mashq holatda 11,5 million so'm chiqadi. 16 talik komplekt. 11,5 million so'm. Agar 12 taligi bo'ladigan bo'lsa 8,5 million chiqadi. Bu yerda yana tumbasini oddiy tumba qiladigan bo'lsa 7,5 million chiqadi. Endi shuni aytmoqchiman, bu yerda simalidan yasalgan mana bu oyoqlari. Shuni hisobiga 11,5 million so'm. Agar oddiy oyoq bo'lsa nech pul dedingiz? Xo'p, 10,5 million chiqadi. 10,5 million. 16 taligi. Oyoq oddiy bo'lsa. Endi agar do'stlar mana shu rang sizlarga yoqsa, mana shu rangdan jo'natishadi. Agar sizlarga boshqacharoq rang yoqsa, o'zgartirib berishadi. Bizda yana mana bu yangi chiqqan fason. Eng oxirgi, so'nggi modadagi stullar. Angliskiy formaga o'xshaydi. Mana orqalarini ham yaxshi. Nimalarni yasab tashlayapsizlar? Razmeri ham обычный stullarga nisbatan ancha katta buni.
Bitta o'tiring o'zingiz. O'zi gavdali inson, qani mana o'tirishi. Xuddi shunaqa o'tirgan bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, endi qarang, bu yerda 12 talik 12 talik komplekt. 12 talik. Xon taxtasi shunda 1.20 ga 3.60. Kattaligini hisobiga stoli ham katta. oyoqlari simali, ya'ni Oyog'i simali. sizlarga aytadigan bo'lsam, chirimaydi, sinmaydi. Uncha-munchaga nam bo'lib narsa qolmaydi. Shuning uchun simali yog'och o'rniga simaladan ishlatishgan. Narxi nech pul buni? Narxi aka 17 million so'm qilib beramiz. 17 million so'm. Ya'ni hamma stullari hamda xon taxtasi bilan birgalikda. Samarqand, Buxoro, hamma joyga. Hamma joyga dastavkamiz bor, dastavkasi kelishilgan holda. Undan tashqari yana qo'shni davlatlarga, Qirg'izistonga, Tojikistonga ham yetkazib beramiz kargo orqali. Demak, dastlabki xizmatlari bor ekan. Azizlar, yoqqan bo'lsa, sotib olaverasiz. Bizda yana undan tashqari bu yerda akvarium fasoni simali oyoqlari bilan birgalikda. Sheyx modelimiz. Qaytgan so'rash esdan chiqdi. Yog'och nima dedingiz? Yog'och chinor aka. Chinora. Xo'p, bunisi sheyx fasonidagi. Zo'r. Yong'oqdan yasalgan. Yo'q, bu poliuretandan yasalgan, plastik. Plastik. To'liq. Hammasi plastik. Simali. Simala. Ha, bu sinmaydi, bu yiqilganda ham sinmaydi. Yiqilganda ham sinmaydi. Keyin uzoq yil xizmat qiladi yog'ochga nisbatan. Rangi ham uncha-munchaga o'chmaydi. Rangi ham Yiqilganda sinmaydi, rangi o'chmaydi, chirimaydi, nam tortmaydi. Necha santimetr hozir bu? Machalkasimi? Machalkasi 12 cm buni ham. 12 santimetr. 3 ta oyoq bo'lar ekan bunda. Bu zakasga yasalgan. Zakas bergan odam domda turar ekan, u 2 ga bo'linadigan qilib berganmiz. 1.20 ga 3.60 stol 2 ga bo'linadigan bu. Bu ham 2 ga bo'linar ekan. Naqshlari Uyga olib chiqib turib, shunday o'zimiz qotirib beramiz. Ko'pchilik adashib ketadi, mana shu yer bo'm-bo'sh bo'lsa kerak deb. Yo'q, kommentariyada o'qidim, unaqa emas. Bu yerda oyna bo'ladi. Akvarium fason deb shunga aytishadi. Qanchadan yasabsiz? Buni aka, mana tumbasi ikkita bo'ladigan bo'lsa 14,5 million chiqyapti. Bu ozgina qimmatroq bo'lgan, o'sha 3 ta tumbaligini hisobiga. Qancha bo'ldi o'shanda? 14,5 million. 14,5 million. Ha, ikkita bo'lsa, ikkita oyoq bo'lsa-chi? O'sha ikkita bo'lsa 14,5 million so'm. 3 ta bo'ladigan bo'lsa 15 million so'm bo'ladi. Hozir 3 ta 15. Xo'p, endi bizda oxiriga nimadan yasalgan bu? Bu ham poliuretan. Xuddi shuni materiali boshqacha 16 taligi. Bu 16 talik komplekt. 16 talik. Stoli ham 5 metr uzunligi, 2,5 metrlikdan 2 bo'ladi. 5 metr. Dahshatligi. Ustullari ham hammasi simali, plastmassadan yasalgan, yog'och emas, yong'oq emas, listyak emas. Narxi nech pul bu? Bunimiz aka 19 million 500 mingga sotilgan. 19,5 million so'm. 3 ta oyoqlari. Gap yo'q lekin. Zo'r. Materiallari ham mana kombinatsiya qilib ishlangan. Turetska material. Turetskiy. Narigi ham, bu ham turetskiy. Ya'ni do'stlar, mana bu turetskiy materialdan qoplashgan.